Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, hamshaharlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana efir orqali Kamina Qudratli Qurbonov yana sizlar bilan birgalikda. Sog'misizlar, omonmisizlar. Azizlar, bugungi murojaatim O'zbekiston Respublikasi energetika vaziriga bo'ladi. Murojaatni boshlashdan oldin energetika vaziriga savolim bor edi. Hurmatli energetika vaziri, birinchi savolim, ikkita tashkilot, biri davlat tashkiloti, biri MCJ. Baribir tashkilot MCJ bo'lsa ham, ikkita tashkilotning orasidagi nizo kelishmovchilik yuzasidan aholi jabr ko'rish kerakmi, qiynalishi kerakmi? Ikkinchi savolim, O'zbekiston Respublikasida qonun ustuvor deyilgan qonun barchaga barobarmi yoki sizni qo'l ostingizda ishlovchi ayrim mutasaddi rahbarlar bundan mustasnomi? Qonunchiligimizni vaj qilib, ro'ykach qilib, qonunga bo'ysunmasliklari, qonunni bajarmasliklari mumkinmi? Shu ikkita savolga sizdan javob kutaman. Ijtimoiy tarmoq orqali javob bering. Ijtimoiy tarmoq orqali javob berishni xohlamasangiz, qaysi yo'l bilan bo'lsa javob bering. Yoki 93lik 953 99 88 qo'l telefonimga telefon qilib javob berishingiz mumkin. Men javobni sizdan kutib qolaman. Ana endi ikkita tashkilotning kelishmovchiligi deganim Navoiy viloyat gaz ta'minoti tashkiloti bilan Navoiy viloyat Uchquduq tumanida joylashgan Uchquduq Oil Gas Invest mas'uliyati cheklangan jamiyatning ikkalasida kelishmovchilik yuzasidan Uchquduq xalqi jabr ko'rmoqda. Qiynalmoqda Uchquduq aholisi. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Mana hozir 2 kun bo'layapti. 2026-yil 10-apreldan boshlab Uchquduq Oil Gas Invest MCJ gaz quyish shoxobchasiga gaz yo'q, uzib qo'yilgan. Men Uchquduq Oil Gas Invest MCJ ish yurituvchisi Temur bilan gaplashdim. Aka, sanoat kollektoriga ulanmagansan deyapti, o'chirib qo'ygan. Sanoat kollektorini topshir deyapti, topshirmaganim uchun o'chirgan. Men sanoat kollektori orqali gaz olyapman, lekin topshirmading deb o'chiryapti, deb aytyapti. Topshirdi ukajon, Temurjon desam, aka, Vazirlar Mahkamasining qarorida belgilangan sanoat kollektor tarmog'i tadbirkor tomonidan yaratilib, tashkilotga, Navoiy viloyat gaz ta'minotiga beg'araz topshirilsin deyilgan. Majburiy topshirilsin deyilgan joyi yo'q. Men topshirmayman deyapti. Navoiy viloyat gaz ta'minotidagi Feruz ismli yigit bilan gaplashdim. So'raganimda sanoat kollektoriga chiqmaganligini ro'ykach qilyapti. Men aytdim, nima uchun sanoat kollektoriga chiqmagan deb gazni uzyapsizlar? Viloyat gaz ta'minoti bilan Uchquduq Oil Gas Invest MCJ mas'uliyati cheklangan jamiyat orasidagi kelishmovchilikka xalqning nima daxli bor? Nima uchun o'chirib o'tiribsizlar? Biz ogohlantirish berganmiz, unday qilganmiz, bunday qilganmiz deb gapiryapti. Bular hammasi bo'mag'ur gaplar. Qachon yoqasizlar? Nima bo'ldi? Xalq qiynaladimi? Aholi jabr ko'rami deganda
kuniga 2 soat gaz beramiz. Nima uchun? 2 soat. Havo issiq bo'lsa, boshqa bo'lsa ham tashkilot transport vositalari shartnomadagi tashkilot mashinalari uchun deyapti. Nima tashkilot mashinalari gazga borib aholi olmaslik kerakmi? Bu qaysi qonunda yozilgan? Firuzga aytdim. Sanoat kollektori bo'lmasa, mana bu qonun buzilishi ikkinchi savolimga keldik. Hurmatli energetika vaziri, qonunchiligimizda sanoat kollektoriga ulanmagan bo'lsa, gaz berishing kerak emasmi? Nima uchun beryapsan 2 soat? Berma dedim. Qonunni buzmanglar. Nima uchun qonunni buzasizlar? Xalq benzinda yursin deyapsizlar, tashkilot transport vositalari ham, avtotransport vositalari, mashinalari benzinda, saralkada yursin dedim, shartnomadagilar ham dedim. Nimaga? Ularning shoxi bormi? Bu sizlarning maqsadlaringiz xalqni urishtirishmi dedim. Chunki ertalab soat 5 dan 8 gacha, 5:00 dan 8:00 gacha shartnoma asosida gaz ochilyapti. Aholi boryapti, shartnoma boryapti, janjal bo'lyapti. Aholi ham gaz olish kerak. Birorta qonunda, даже qonunchiligimizda yo'q bu narsa. Shartnomaga gaz berilsa aholiga berilmasin deyilgan. Bu tabiiy boyligimiz. Pulimizga sotib olyapmiz. Nima uchun bular bunday qilyapti? Nima uchun qonunni buzyapti? Men hayron bo'ldim. Shu savollarni berganimda buni ekspluatatsiya bo'limi hal qiladi. Men hal qilmayman deb aytayapti. Bo'lmasam ekspluatatsiya bo'limiga ayting. Aholini azob bermasdan, qiynamasdan ochib bersin gaz desam, men bu masalada ekspluatatsiya bo'limi bilan gaplashmayman deyapti. Nimaga desam, oramizga sovuqchilik tushadi deydi. Buni qarang-a. Xalqning manfaatini ko'zlab gapirsa orasiga sovuqchilik tusharmish. Men yana savol berdim. Feruzjon, muhtaram prezidentimiz, nima uchun o'zingni qiynamaysan, xalqni o'ylamaysan, xalqni roziligini ol, qiyna, ishla degan joyda siz o'zingizni qiynamasangiz, men o'zimni qiynamasam kim qiynaydi? Kim bu xalqni o'ylaydi deganda telefonda o'chirib qo'ydi. Bu yerda hurmatli energetika vaziri, sizning qo'l ostingizdagi mutasaddi rahbarlar xalqning, aholining manfaatidan o'zining manfaatini ustun qo'yayotgani yaqqol misol bo'lyapti. Chunki ekspluatatsiya bo'lim boshlig'i bilan savdo bo'lim boshlig'i xalq manfaati yo'lida muzokara olib borsa, orasiga sovuqchilik tusharmish. Bular xalqning, aholining manfaatini emas, o'zining manfaatini ustun qo'yyapti bunday. Xalqning manfaatidan o'zining manfaatini ustun qo'yyapti. Bu nima degan gap? Buni qanday tushunsa bo'ladi? Bechora aholi qiynalib yuraversin, ular orasiga sovuqchilik tushmasin. Bu uyimizni ishini aytayotganimiz yo'q-ku. Bu sotuv bo'limidagi ham men sotib pulni olishni bilaman deydi Feruz. Uyni ishini u bilan gaplashmaydi-ku, orasiga sovuqchilik tushsa. Bu davlat ishi-ku, davlat korxonasi-ku. Nimaga bular bunday qiladi? Keyin Navoiy viloyati Uchquduq tumanida Arlon Oil Gaz MCJ mavsum cheklangan jamiyat metan zapravka qurgan. Adashmasam 5 yildan oshib ketdi. Ulana olmayapti. Nima uchun? Hujjatda kamchilik dedi so'raganimizda, unislarda hammasi saqlab bo'lgan bechara. Shuncha xarajat qilgan. Yugur, lekin ulashga ruxsat yo'q. Bunda ham tagida qanaqadir manfaat yotibdimi? Men bilmadim. Mening shaxsiy fikrim, buni ham ostida qandaydir manfaat yotibdi deb o'ylayapman. Bo'lmasam qachonlardir ulanardi bu metan zapravka. Bu ham ishlasa,
yaxshi bo'ladi. Biri buzilsa, bir sabab bilan o'chib qolsa, ikkinchisi ishlab turadi. Xalqqa, aholiga foydasi tegadi-ku. Nimaga buni ulashga ruxsat bermayapti? Shunga hayronman. Benzinda olsak, AI-92 benzini Navoiyda 10.500 so'm, Zarafshonda, Navoiy viloyati Zarafshon tumanida 11.500 so'm, Uchquduq tumanida 12.500 so'm. Bu nima ahvol? Men shu fursatdan foydalanib muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miramonovich Mirziyoyevga yuzlanmoqchiman. Janob Prezident, bularni siz tartibga olmasangiz bo'lmaydi. Bular yo sizdan qo'rqqandan qiladi, yoki mansab lavozimidan ketishdan qo'rqib qiladi. Mana hozir sanoat kollektorini vaj qilyapti, qonunchilikni ro'yxatga qilyapti-da, qonunchilikni buzib o'tiribdi o'zlari. Siz Navoiy viloyati Uchquduq tumaniga tashrif buyuraman deb ayting, bo'ldi. Hujjatida kamchilik bormi, boshqa bormi? Yangi metan zapravka ham ishga tushadi, eskisi ham ishga tushadi. Buni qizig'i yo'q. Siz kelib ketguningizga qadar. Siz ketgandan yana to'xtatiladi. Siz kelmasangiz, kelmasligingiz aniqlangangacha shu hol jarayon davom etadi. Hurmatli muhtaram Shavkat Miramonovich, sizdan iltimos, shaxsan mening iltimosim, aholining iltimosi. Bularga biron kishi chora ko'radimi? Bir chora ko'rsangiz, aholi xalq manfaatini yaxshilansa degan umiddaman. Qachongacha shu metan balosidan, mana bu cheklovlar va foizlar balosidan Uchquduq ahli, O'zbekiston xalqi qiynaladi. Shu murojaatimni inobatga olib, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, maksimal darajada qo'llab-quvvatlab tarqatsangizlar, like podpiska qilib tarqatib yuboringizlar, egalariga yetib borsin, prezidentimizga yetib borsin. Mushkulimiz oson bo'lardi, yengilliklarga chiqardik. Mamlakatimiz rivojlanishiga ozgina bo'lsa-da hissa qo'shgan bo'lardik. Sog'lik, omonlikda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.